Ortiqcha men YouTube, Instagram, TikToklar hammasini o'chirib tashladim, o'rtoq. Karyera qurmoqchiman. Uyimda chumol yo'q. Yanami? Yo'q, qarama, dars qilmoqchi bo'laman. To'g'rimi? O'tiraman, birorta ish qilaman deb o'tirsam, shu Instagram ochaman deb bo'ldi, shu kirib ketaman. Shu 2 soat qolmayman shu Instagramda. Reels ko'rib o'tiraman jinniga o'xshab. Chumol yo'qmi to'sha? Yo'q, qara. Instagram, TikTok, YouTube o'sha aytgan narsalaring bular vaqtni o'ldiradigan narsalar emas. Bular shunchaki vaqtingni o'ldirish uchun instrumentlar. Tushunsan, a? Sen bularsiz ham vaqtingni boshqa narsa bilan o'ldirib yuborasan, baribir. Qara, boshqacha qilib tushuntiraman. Hozir odamlar, bolalar shu sotsial mediyada o'zini vaqtini o'ldiradi. 20 yil oldin qanaqa bo'lgan? Karasevda ko'rishgan yoki ko'chada futbol o'ynab vaqtini o'ldirishgan. Undan ham oldinroq. Shunchaki dalada yotib, osmonga qarab xayol surib vaqtini o'ldirishgan. O'shaning uchun men aytmoqchimanki, bu problema sotsial mediyada emas, problema seni o'zingda. Ya, to'g'ri, aqlli gapga o'xshagan bo'lishi mumkin, tushunmadim. Nima aqlliga o'xshadi? Bilin, o'rtoq. Men yomonlik tila olsam, o'rtoq, o'qiganim yaxshi emasmi? O'chirib tashlayman. Yo'q, ey. Qara, ertaga ekzamen mana. O'chirib tashlabsan. Taylandingmi yo'qmi? Ya, lekin kecha anaqa qila olmadim, Tayland olmadim afsus. Yo'q, ko'rdingmi? Nima qilding? Chumol urishtirdim.